Bugun siz bilan Chevrolet Cobalt 2026 modelini qisqacha, lekin mazmunli tarzda ko'rib chiqamiz. Cobalt ko'p yillardan beri ishonchliligi va qulayligi bilan tanilgan sedan bo'lib, yangi 2026 talqini yanada zamonaviy va jozibador bo'lib chiqdi. Ushbu model ilk bor Cobalt nomi ostida ishlab chiqarilgan avtomobillarning mantiqiy davomi bo'lib, kundalik foydalanish uchun moslashtirilgan. 2026 yilgi Cobalt dizayni oldingi avlodlarga qaraganda ancha yangilangan. Old qismi keskin chiziqlar, LED faralar va keng radiator panjarasi bilan sportona ko'rinadi. Yon tomondan esa silliq shakllar mashinani qimmatroq ko'rsatadi. Salon ichida katta sensorli ekran, zamonaviy multimedia tizimi, qulay o'rindiqlar va sifatli materiallar ishlatilgan. Apple CarPlay va Android Auto kabi funksiyalar ham mavjud. Bu avtomobilni Toyota Corolla, Hyundai Elantra yoki Honda Civic bilan solishtirish mumkin. Ammo Cobalt ularning aksariyatiga nisbatan narx va imkoniyatlar balansi bilan ajralib turadi. Dvigatel variantlari orasida tejamkor va kundalik haydash uchun mos motorlar bor. Shu bilan birga tezlanishi ham yetarli darajada yaxshi. Yoqilg'i sarfi ham iqtisodiy bo'lib, shahar sharoitida juda qulay.